qaysi joy deb mana shu yerdan yana ichga yurishib ketadi. Mana shu yerdan chapga deganda va bu tomondan chiqib ketish kerak. Hozir mana shu ro'zg'or 10 euro. Короче, men domlarga yubordimda hozir qayerga borishim kerak. Ketdan chapga burilib to'g'ri yurib, o'ngga bor. Hozir chapga yurdim, to'xtatdim, hozir ketdim. Bo'ldi, unga qaralgan bobo. Endi o'ridagi birinchi poliziyga. Buni qaralgan. Hop. Hozir kiramiz. Birinchi qavat yo'q. Sani uying bo'ladi. Endi bir oy ta'tilda shu yerda yashaysan. Shuningmi bo'lagina. Bo'ladi otajon. Hayır, sağ olun yarış baba. Çünkü cihazlarni kompüter narsalarni berganimda qo'yish kerak yanimda degan. Qo'yish kerak yanimda. Bas babamı hocam işte ayağım. Lekin o'zimni onasi mana mani kompyuterlarim, narsalarim va mana bu joy tualet xonasi kerak. Hozir kelgandan keyin qo'llayib oladi. Qo'lni ushlash anaqa master. Короче, yana 1-2 oy ta'tildan so'ng yana YouTube'ga qaytaman ketdim sizlar o'zi. Trama bo'lmanga, chunki prosmotrlarim tez tushib ketish boshlari. Menimcha hozir video qo'ysam ham 60-50 ta odam ko'rsa kerak. Lekin mayda bo'ldi. Короче, yana to'g'riga qaratamiz. Nima bo'lgan shuni aytmoqchiman. Uyda qishloqda kompyuter o'tirganimga mani bobom, ya'ni ota-onam ketgan ishda umuman daji kelmasdi. Bobom o'zi meni shaharga jo'natib yubordi, ya'ni ishlayapti. Shunga men hozir shaharga kelib, faqat kelganimda bobom uyga kvartira olib qo'ygan, normaliy pulga. Shunga rozi bo'lib qoldim va endi pastga tushib, pastlarni ko'rsam bo'ladi, chunki o'zim yashaganimni ko'rdinglar, yarim soatdan bo'ladi. Shunga pastga tushib ko'rib kelaman. Qani oshxonami? Nima bu yer? Katta tanishdi mayli. Dur. Menimcha endi ishlashga kerak. Hali soatdan necha turibdi? Telefonda endi soat 8 bo'ldi. Shuncha paytdan beri. Mayli. Bu joy garaj ekan. Mashina olib kelib qo'ysam bo'larkan. Master bilismi? What the hell, bro? Yana yomg'irni. Yomg'irga ketdim boru. Mayli, uyga borib kelib. O'zim bilan deydi. Mana Amraf o'zini mayli. Ertalab tumanda mayli bugun trading qilishim kerak. Chunki tradingdan ko'p yutug'im chirag'i ko'zdan nurni oladi. Mayli hoziramiz. Tradingdan ko'p pul ishlash yo'lga qo'yish kerak. Zo'r ekan. Endi mana shunaqa trading
Qo'yamiz, mana buni bunaqa qo'yamiz. Mana bu bunday qilamiz. Bu ana 500 ming topdim. O 500 ming, yes. Bo'ldi. Soatdan beri film sinov deb. Soatdan beri Ovqatdan yo'q, televizor ko'ramiz. Televizor ketdi-yu, bahorda yomon o'sib ketdi. Mana shu hamon internetimdan yo'qdan. Pul kelsin, bobomdan ketsin, bari mana bering. Chunki kartamga hali pul ko'rajak. Hali u hammasi bo'lib 1,5 million pul yo'q. Bu ro'parasi 1,5 million chiqdi. Trading turda. Hozir esa shaharlarni aylanib chiqamiz. Xo'p, mana bu joyni ko'rdim. Belis Master Belis Vegas. Ismni ham qo'ygan. Mayli, hozir ko'ramiz. Assalomu alaykum. Belissimo pizzam bu, ya'ni Master Belis. Hech kim yo'q. What the hell, bro? Menimcha albatta o'ziga o'zi xizmat va odamlari menimcha robotlar o'sha kerak. Men qattiq turishim kerak. Menga afesan kim bo'lsa ham o'sha menga bitta ovqat qo'yinglar, qorin judayam oshgan. Mayli. Yaxshi, hali ovqat yo'qoladi. Mayli. Eshikni ochsam yana bizni kamerada ko'rib Murigan, qochib. Menimcha oldin mana shu yer yoshligimda bo'lganimda mana shu yer bo'mishlarning eng zo'r bo'mishlari turasini joyi bo'lardi. Mana shu yer edi o'sha joy. Aniq esimda. Mana qishloq yarmi. Mayli, hamma joyini ko'rib bo'ldim shekilli. Orqaga qaytgan yaxshiroq bo'ldi. Yo'qolmay o'tirib o'zi yaqinda. Uyga kirib undan ko'rib trading o'qiganim yaxshiroq. Nima? Nima bu? Nima edi bu? Esimdan chiqolish shu eshik shaharda nima qiladi? Mayli. Mashatda qo'yirlik lozim eshigi yo'q. Mayli, qarang. Onam qaysi ekan? Mana shu joyga endi mazza qilib uxlayman. Bugun shahardan endi kechasi bo'lishgan. Soat necha o'tdi? 17:50. Rostdan boradi. Qarang, uxlayman, chunki juda ham zerikalik.